Men bugun sizlarga mexanika keleskani top 3 tasini bir-biri bilan solishtirib, qaysi biri qaysi funksiyalarda sizlarga qo'l keladi tushuntirib beraman. Birinchi keleskanimiz korpus stili materiali nejevikadan bo'ladi. Ballonlari damlanmaydi, kalsolari bor. Silinkalari fojadan ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol bularni vanna qidirayotganda ham ishlatsanglar bo'ladi. Nejevika bo'lganligi uchun zanglamaydi va bu ham suvga o'ziga shimmaydi. Mana bu kalsolari nimaga kerak? Birinchidan, agar foydalanuvchi shaxs o'zi erkin harakatlana olsa, qo'llari yordamida ballonni aylantirib, o'zlari yurishi mumkin. Agarda kimdir olib yuradigan bo'lsa, sizlarga kalsosi shart emas. Buning uchun alohida kalsosi yo'q bo'lgan boshqa modellarimiz bor. Xo'p, keyingisi korpuslar ballonlari damlanadi. Bundan farqi ballonda va modelida. Korpuslar oldiramalarda bunda silinga qilingan variantimiz mo'shka qismlari plastmassadan bo'ladi. Va buni matrasi xo'ja emas. Hammasi 120 kilogacha bo'lgan odamlarni ko'taradi. Ballon damlanadigan va damlanmaydigan kalaskalarning nima farqi bor? Agar foydalanuvchi shaxs ko'proq yuradigan bo'lsa, ballon damlanadigan kalaska olganlari ma'qul, sababi ancha yengil va qulay. Agarda safariga, masalan, bir haftada 2 marta, 3 marta tashqariga olib chiqib aylantirishga bo'lsa, damlanmaydigan variantni olsangiz sizga ma'qulroq bo'ladi. Damlari pisayib qolmaydi. Xo'p, keyingi kalaskamiz juda ham yig'ilishlari qulay, mashinada olib yurishga ham juda qulay. Ko'rsanglar bo'ladi, ham tugma orqali yonlari ochiladi. Karvatdan olib o'tkazdirayotganda juda ham qulay. Bundan tashqari mashinaga solayotganda tugmasi bor. Buni olib, yana ham ixcham holga olib kelsanglar bo'ladi. Buni ham ballonlari damlanmaydi. Beskamerniy variant, kalsolari bor. Xuddi shu variantimizdan balloni damlanadigan varianti ham bor. Sizlarga qaysi bir variant ma'qul keldi?